Günahını yögeş, yamanlıkni, qilmishlarni oshkor qilish lozim. Günah Alloh taolaning qilma degan amri farmoniga xiloflik qilganlikninki gunohi. O zam deb atildi. Yamanlık maxluqotga qarshi sodir qilingan qilmishlar bo'lib, u sayyi'a deb atildi. Dinimiz bizni günahlarni yögeshga ve qilmishlarni, jinoyatlarni oshkor qilishga buyurgan. Günahni mayli siz qilgan bo'ling yoki boshqasi qilgan bo'lsin, boshqasi qilganlikni ko'rgan bo'ling yoki anglagan bo'ling, uni yögesh kerak. Ama yamanlıkni, masalan, kiloda az birdigan, kishilarni aldaydigan, yolg'on saxta mallarni sotadigan, chiqib saxta qildigan, bunday ishlarni ko'rsak, uni oshkor qilish kerak. Boshqalarning bu aldanıp ketmeslik için onu aşkar qilish kerak. Ama Allah Taala bilan bandaning orasidagi ishlarda bu günahlarni, Allah'ın haqqiga qarshi ishlangan günahlarni mayli siz sodiq qilgan bo'ling, mayli boshqa sodiq qilgan bo'lsin, uni cho'qim yo'gash kerak. Uni oshkor qilgan kishini Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Yani müminler ustida yaman so'zlarning tarqalishini yoqtiradigan odamlar dunyo oxiratda qattiq azob qoldi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qandaq bir odam, yani bir odamninki aybini yo'gisa, yani yushursa, Alloh taolo uningki aybini qiyomat kuni gunohlarini yo'gaydi deydi.